Assalomu alaykum. Bugun Mozilla Firefox'da yuklab o'rnatishni o'rganib olamiz. Buning uchun Play Market magazinimizga kirib, Mozilla 2 tilla bilan yozamiz va poisk beramiz. Va chiqqanini yuklab o'rnatib olasizlar. Yuklab o'rnatib bo'lganlardan keyin Firefox o'ziga kirasizlar va tekshirib ko'rasizlar. Buning uchun aytga birorta saytga kirib ko'ramiz. Mana ishladi. Va ba'da o'ng tarafda mana 3 ta точка bosib parametrga kirib avtomatik yangilashni o'chirib qo'yamiz. Никогда. Bo'ldi, endi bu dasturimiz o'zidan yangilanmaydi. Надо не сообщать.